aytaman, chunki yaxshi ko'rgan ishimni topdim-da. Greenleaf direktori bilan gaplashganimda, William shu bilan aytganki, "Sen men bilan hamkor bo'ldingmi? Men seni millioner emas, multimillioner qilaman" deydi. Qarang, shunchalik ishonch bilan gapiradi-da, Muhabbat opa. Chunki men shuni his qilyapman, ko'ryapman, har taraflama daromad topsa bo'ladi. Qarang, birinchi do'konim to'g'risini aytsam Gentrack. Korporatsiyadan menga Gentra podarka qilishganda men do'kon qilganman shu mashinamni. Keyin 8 oy ichida 50 kvadratli Tinchlik metroda juda ham chiroyli do'kon ochdim. Keyin o'tga odam sig'dira olmagandan keyin mana Samarqand darvozada 150 kvadratga ochdim. Greenleaf qanchalik zo'r imkoniyatini beryapti deyman, har safar bu gapni qayta gapiraman. Qarang, erishib ketyapmiz, yengil erishamiz. Faqat xohish bo'lish kerak, maqsad bo'lish kerak, qaror bo'lish kerak. Bitta inson erishdimi, albatta hamma erishadi bu yutuqlarga. Ariq bo'yida o'ltiruv umr o'tishim bir ko'r. Assalomu alaykum. Kuni kecha Greenleaf haqidagi hikoyalarimizni tinglaganingizda, buni qarangki, oradan bir necha vaqt o'tmay turib, yana bir hikoyani sizga boshlayapmiz, qadrli muxlis. Xo'sh, Greenleaf o'zi qanaqangi korporatsiya? Rostmi yoki yolg'onmi? O'zi Greenleafga kirganlarning hammasi ham chiroyli ravishda omadi keladimi? Va umuman o'zi biznesga kirish uchun insonga omad kerakmi yoki yo'qmi? Yoki harakat kerakmi? Greenleafning bugun barcha sirlari ochiladi. Bizdan yiroqlashmang. Bugun esa biz suhbatimizga Greenleafga anchadan beri mehnati, zahmati singan insonni taklif etdik. Direktor statusidagi Toshkentning eng nufuzli oilalarida tarbiya topgan xonimimiz Dilfuza xonim Talaboyeva bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bilasizmi? Siz bilan suhbatga kirishdan oldin shu narsani ta'kidlamoqchi edimki, juda ham samimiy ayol ekansiz, Dilfuza opa. Borini ochiqchasiga aytar ekansiz. Shuning uchun ham bugun Greenleafning barcha sirlarini ochmoqchiman. Nima deysiz? Oldindan suhbatimga rozimisiz? Albatta, rahmat, roziman. Chunki haqiqatda Greenleaf zo'rligida mana his qilib kelganmiz va shu faoliyatda hozir 4 yildan beri yuribmiz. Juda katta natijalarga chiqdik Greenleaf orqasida. Omad degan gapni aytib o'tdingiz. Omadli inson degan narsa yo'q. Omadni ham, baxtni ham o'zingiz yaratar ekansiz. Greenleafda kimda kim qaror qilib hamkor bo'lsa, haqiqatda eng baxtlilarning baxtlisi bo'ladi. Ko'zingizdagi nur menga juda ham yoqyapti va biz aynan hozir ofisingizga kirib kelish jarayonida voy jonim ham shu yerda ekanlar dedingiz. Men shu narsaga juda ham ahamiyat berdim. Aynan juftliklardagi mana shu samimiy munosabatni juda ham hurmat qilaman. Bu bizni oldimizda shunchaki ko'zbo'yamachilikka aytilgan jonim, begimdagi so'zlarmi yoki rostdan ham shunaqami? Men juda ham baxtli insonman. Menga oldimda, yonimda kim bo'lishidan qat'iy nazar, baribir ichimdagi gapni gapirib olmasam bo'lmaydi. Bolalaringizni oldida ham jonim deysizmi? Deyman ham, onalaring yonlarida ham deyman, chunki agar aytolmasam bir narsam qolib ketdi deyman. Agar atrofimdagi insonlarga qarab shu gapimni chiqara olmasam, bir narsam kam bo'lib qoldi deyman, chunki oilamda haqiqatda baxtliman deganimni sababi oilam juda ham yaxshi. Qaynona, qaynota, oyijon, otajongilar, ota-onam, alhamdulillah hammaligi yaxshi inson bo'lib o'tib ketishdi. Xo'jayinim juda ham yaxshi. Duolarni oldingiz? Albatta, duoda gap ko'p ekan. Men birinchi o'rinda o'zimni yaxshi ko'rganman, lekin atrofdagi insonlarni bilasizmi, sevganman. Haqiqatda kim bo'lishidan qat'iy nazar, ayniqsa kelin bo'lib tushganda shu oilaga mehr qo'ydim. Chunki xo'jayiningizni yaxshi ko'rgandan keyin uni oilasini yaxshi ko'rish bu shart deb bilaman. Chunki u insonni yaqinlari, bu inson kam bo'lmadim. Mana hozir 53 yoshga chiqqan bo'lsam, har doim oyijon duo qilardilar. Muhabbat opa aytib o'tdik, 4 ta o'g'il, 4 ta kelinim bor. 13 ta nevaram bor. Lekin nevaram hammasini eshitsangiz
jonim deyishadi, shu ketaverar Ko'z ekanda. tegmasin. Jonim Nevaralaringiz sizni jonim deyishadi. jonim degan so'zni men xonadonimda ishlatganim uchun farzandlarim ham, o'g'illarim ham, даже kelinlarim ham oyijon deyishmaydi, bir qilar jonim qattasiz deyishadi. Shu bilan kopiya bo'lib ketaverar ekan. Keyin safar hamma direktor oldiga kelsa, albatta oilangiz bilan mana hujayingiz boshqacha bo'ladigan jiyanlar bilan Xudo xohlasa prezident nima va'dasi bor. Keyin safar 2000 ta hamkorni kutib olaman. Gastitsaga yana boshqa Xanyanni yanada zo'rini promotion qo'yibdi. Albatta har bitta hamkor kelishi kerak. Chunki qancha gapirsak sizlarga sig'dirolmaydi. Kelib ko'rsanglar shu narsani o'zingizlar his qilasizlar. Haqiqatda Greenleaf zo'r. Nima deysizlar? Hayotda hech qachon men negativ degan so'zlarni, mana birovlarni masalan o'zim g'iybat qilmaganman. Hech kim negativ degan so'zni ko'p ishlatishadi. U nima o'zi deyman? Negativ. Allohim har bir insonni bir xil yaratgan. U uni xarakterida kelib chiqqan hollar. Masalan, ishda ham, oilada ham negativ beradi-ku. Nimaga odam inson o'zini analiz qilmaydi deymanda. Atrof xunuvligi, yomonligi, aybdorligi ko'rinadi. Biz sen aybdorsan debchi vaqtimizni o'tkazib qo'yamiz. Bizadachi nima gap so'z bo'lsa ham, masalan, u gap so'z ham o'tmagan. O'tgan bo'lsa ham u narsani bir problema deb, muammo deb qabul qilmaganman. Har doim aytaman, Alloh shunchalik baxtli qilib yaratgansan. Shunaqa xo'jayin, shunaqa farzandlar, shunaqa kelinlar, nabiralar ko'pga ketyapti-da. Shunda bildim-da, qanday dunyoda yaralib, qanday tarbiya olib, qanday insonlarga nima bersa, xuddi shuni olar ekansan. Hozir kelinlar mendan ham a'lo, farzandlarim mendan ham a'lo. Mana shunaqa qilishadi-da. Buni o'tirib aytaman, Allohim baxt mana shu bo'lsa kerak. Bolalaringizni tinchi onani baxti, bolalarning baxti onani tinchi. Juda ham baxtliman. Muhabbatlik yig'lasa, rosa yig'lab beraman. Baxtlarga o'ralib yashash, jonlaringizni orasida joningizni yaratish o'zi emas. Buning uchun ayol o'zini jonini sadqa qiladi, qurbon qiladi va mana shu chiroyli jonli hayotini yaratadi. Bu oson emas. Bu hozir kulib turgan ko'zlarning ortida qanchalik og'ir kunlar. Bu kulib turgan chehrani botiniy fitratida qanchadan qancha otilgan toshlar, hattoki insonlarga ishonchli, ishonchsiz bo'lgan har xil kunlar bo'lgan. Lekin shularning ichida matonat bilan, jasorat bilan yengib o'tib, men baribir o'zimni chiroyli hayotimni quraman deyish bu faqat mard, jasur ayollarga xos bo'ladi. Oilasini tishlaydi, to'g'rimi? Albatta. Shunday bir vaziyatlar bo'lganmi? Chunki bugungi suhbatimiz endigina oila ostonasiga qadam qo'yayotgan qizlarga ham mahorat darsi. Biz faqat Greenleaf'da biznes qilishni yo'llarini emas, oilani saqlash usullarini ham, baxtga borish yo'llarini ham o'rgatamiz, to'g'rimi? Shunaqa vaziyatlarda Muhabbat opa har doim to'g'risini aytaman, o'zimni analiz qilaman. Balki o'zimizda xatodir deb bilaman, chunki har doim bo'ladi o'zi orada, masalan, er-xotin o'rtasida bo'lishi mumkin farzandlaringiz, lekin to'g'risini aytaman, men uni islomiyman ham, lekin bo'lgan taqdirda ham nimadir bo'lsa ham o'tirib bir pasda 5 minut ichida o'zimni analiz qilib olaman. To'xta, balkim bu yerda men o'zim sal tilimga erk bergandirman, balkim bu yerda noto'g'ri nimadir deb qo'ygandirman. Yo'q, bu yerda shunaqa narsa, xo'jayinimga bunaqa qilsam bunaqa bo'ladi-yu degan nimalar bo'lgan, ko'proq men o'zimni analiz qilaman. Yaxshi desangiz, insonlar yaxshi bo'lib ketaveradi-da. Yaxshi nazar bilan qarasangiz, yo to'xtang, bu bunaqa, yo men bunaqa, hozir men bunaqa bo'lsa, men bunaqa desam, nima haqqim yo'qmi meni gapirishga desangizchi, muammo katta bo'lib ketaverar ekanda. Chiroyli vaziyatdan chiqib ketaman-da. Mayli, oilada bo'ladi har xil vaziyatlar, lekin ko'proq shu vaziyatdan keyin men aytaman-da, yo Allohim bizga shunaqa chiroyli insonni juftlikka ato qildi. Nasib qildi. Chunki inson baribir erkak kishi ozgina g'ururli bo'lishi kerak, chunki baribir ayol kishi sal pastroq bo'ladi, chunki nima demoqchiman? Erkakning roziligicha ayoli go'zalligi ekan. Erkak kishi rozi bo'lsa sizdan, siz go'zallashaverar ekansiz, siz baxtli bo'laverar ekansiz. Chunki qalbida mana
bitta narsa aytaman, shu yerda erkak kishini mehri ota onasi yaqini. Qancha shu insonni yaqinlarini hurmat qilib sevsangiz, ichidan erkak kishi mehri uyg'onar ekan sizga. Qarang, men erkaklarga ham maslahatim bor. Mana shuni kutgandim. Mana qarang, 4 ta o'g'il farzandim bor. Har doim aytaman, ishoning 35-40 yoshgacha ayol o'zini shu yoshi atrofidagi hodisalar esida turar ekanda. O'shaning uchun men o'g'illarimga aytaman, vaqtida gullar, u shart emas. Nima tug'ilgan kuni yoki hayitda yo'q. Kunda kunlar olib kelinglar, aylantiringlar, yangi joylarga olib boringlar. Mehribonim, jonim deb gapiringlar deyman-da. Mana o'g'illarimga shu narsani beraman. Aytinglar, chunki ayol kishi baribir eshitar ekan. Quloq bilan eshitadi, to'g'ri. Agar ko'pchilik aytadi-da, erkalanib ketadi, gapirsam hech qachon ayol kishi erkalanmaydi. Qancha mehr bersanglar, ana aziz toifadoshlar, eshitdingizmi? Shu gap rost. Hech qachon ayol kishi taltayib ketmaydi. O'zbek erkaklari bilasizmi? Baribir qanaqangidir ichida aytib turadi. Va shunaqalar. Lekin nimagadir tashqariga chiqmaydi. Nega chiqarmaydi? Muhabbat opa, men aytaman, chiqarsa maza-ku deyman. Eshitsak maza-yu. Men aytaman, qayqib ketasizlar. ertalab turib, muhabbat opa, ertalab turib bir mehribon yaxshi dam oldingmi siz bilasizmi? Gapirmang. Yugurib yurasiz, durasiz. Gapirmang. Voy xo'jayinim, u dedi. Yo'q, mayli, mehribonim demasa ham masalan, voy hayotim deb qo'ysa bo'ldi. Voy, mazza. Butun boshli hayotimizni tashlab, sizlarning hayotingizga kirib kelamiz. Keling endi Greenleaf'dagi barcha sirlarni oshkor qilaylik. Ayrim bir negativlar bo'ldi, Greenleaf'da ishlash bo'lmaydi deb turishadi. Greenleaf yolg'on ekan. Greenleaf'ga kelgan odam hammasi ham muvaffaqiyat qozonmaydi degan gaplarni gapirishadi. Bunga qanaqa qaraysiz? Qarang, muhabbat opa, o'sha gapirayotgan insonlarni bir eshitingchi o'zi. Greenleaf'da ichida yurdimi, kirdimi, yo atrofdagi gaplarni eshitib shu gapni gapiryapti. Greenleaf'da doim Greenleaf'da bo'lsangiz, albatta o'xshaydi. Dangasa ham kelib yursa ham o'xshab ketadi. Chunki Greenleaf korporatsiyasi 4 yil bo'ldi hamkor bo'lganimga. Ishoning, 30 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda men bunaqasini ko'rmaganman, bunaqa imkoniyat ko'rmaganman. Chunki Greenleaf'da ko'p narsaga erishdi insonlar. Avvalambor kimlardir sababli Allohim jo'natdi bizani. Shu Greenleaf'ga hamkor bo'lgan kunim, yanada o'zi baxtli inson edim, yanada baxtiyor bo'ldim. Sababini aytaymi? Ko'p biznesda, ko'p faoliyatda biz imkoniyat bermaymiz insonlarga. To'g'rimi? Masalan, sotuvchi, kiyim sotuvchi yoki tilla sotuvchi. Tillani sotamiz, lekin yuring men bilan sotasiz, siz ham foydalaning demaymiz. Men Greenleaf'da insonlarga imkoniyat berib turib, insonlarni Alloh bizani sababli qilib, baxtli qilib, men ularga taklif qilaman. Qarang Greenleaf. Endi negativ beruvchilar bor-ku, men ularga juda ham gapim bor. Marhamat. Bu Greenleaf'da uy bekasini o'zi qila oladi. Uy bekasimisiz? Uyni evladingizmi? Oilani evladingizmi? Farzandlaringizni evladingizmi? Biznes sizniki. Greenleaf sizniki. Chunki yaxshi narsani ishlatib turib kimgadir berasiz. Nimasi bu yerda negativli bo'lishi mumkin? Erishyapti qancha insonlar hozirgi kunda mana 3 yildan beri sayohatdan nari kelmaymiz. Hozirga qadar nechta davlatni ko'rdingiz? Davlatlar ko'rgan bo'lsak, bir 10 tacha davlatni ko'rdik, lekin yiliga 3 marta sayohatdasiz. Kompaniya tarafdan yana kim bilan? Xo'jayinim bilan. Qarang, yana kim bilan? Farzandlarim bilan. Joningiz bilan. Qarang, sayohatlar, mana shunaqa do'konlarni men ham o'sha 2,5 yil ichida o'sha 4-do'konim ochdik. Har taraflama daromad ham bor, yaxshilik ham bor, o'sish bor, insonlar bilan muloqot bor. Juda ham zo'r. Men negativchilikka aytaman deb, siz o'zingiz bilmaysizmi? Atrofingizdagini buzmang. O'zingiz kelib o'rganing, o'sha bo'lmaydi degan narsani o'zingiz his qiling. Agar bo'lmasa ham o'zingiz sababli bo'lmaydi. Chunki xohlasangiz hamma ish qila olasiz. Inson qilgan ishi inson qila oladi. Greenleaf korporatsiyasida juda ham katta komanda qila olgan, mehribon, o'zingizlar ko'rsanglar hozir sizlar ham yaxshi ko'rib olasizlar. Juda ham qalbi daryo ustozimiz Dilfuzaxonim Do'stboyeva.
Greenleafga endi hikoyasi borda har bir odam kirib kelishini. Kimlardir masalan o'sha aytaylik bolasini kashasiga, bo'tqasiga pul topmaganidan, kimdir kreditlarni to'la olmaganidan, kimdir yana pampersimga pul topa olmaganman bolamga deydi. Umuman har xil bir vaziyatlardan o'tib kelib kirishgan. Lekin sizda tamomila teskarisi. Toshkentning eng katta tilla biznesi bilan biznes qiladigan Dilfuza xonim, qanaqa qilib Greenleafga kelib qoldingiz? Tilla bilan shug'ullanganman. Turkiyadan keyin kecha olib kirganmiz. Uyda qilganman unaqa. Bozorga xo'jayinim chiqarmaganlar, lekin yaxshigina uyda. Yana 10 yil Bakudan xrustal olib kirtirdik, uni qildik. Qilmagan ishim qolmadi. Uyda o'tirib, u pulsizlikda emas, o'zim hobbiyim, yaxshi ko'raman. Endi meni yaqin dugonam Dilbar Usmonova hozirgi kunda butun dunyoni zapiatli Greenleaf orqasida shu qirolicha Greenleaf qirolichasi Dilbar Usmonova taklif qilganlar. Biz yoshlikdan dugonamiz. Yur keting, mana ish qilaylik desa muhokama qilmaganman. O'xshasa o'xshamasa. Bo'ldi, nech pul ekan deganman. Ana hozir negativ yana qaytib kelyapmiz. Negativ deyapsiz, biz umuman bilmasdan turib hamkor bo'lganmiz. Do'stim yangi korporatsiya kelibdi, juda ham menga yoqdi. Boshlaymiz desa, qancha ekan deganmiz. Unaqa nima ekan, qanaqa ekan demaganman. Boshlaganmiz 4 yil ichida juda ham hayotim Allohim yanada yaxshi tarafga o'zgartirdi. Pul tikish yo'q, oldingi biznesimga qarab toza mahsulotni ishlatyapman uyimga kirib. Mahsulot eshitdim, menchi faqat do'kon qilaman degan maqsad qo'yganman. Shuning uchun men azizlarim aytaman, ehtiyot bo'linglar, gapirayotgan gapinglarga. Allohim qalbingizdan chiqayotgan hamma narsani baribir berar ekan. Albatta. Men do'kon deganim uchun menga u do'konlarni nimasi ochilavergan. Mana hozir уже Ohangaronda bugun 4-do'konimizni ochdik. Mana Samarqand darvozada, Tinchlik metroda ochdim. Ko'p joyda ochdim, chunki meni hobbiyimni, meni yaxshi ko'rgan ishimni bilmagan holda ustozimiz, ya'ni Dilbar Usmonova taklif qildilar. Hech qachon boshqa nimaga, sohaga ham, boshqa biznesga almashtirmagan. Sevimli ustozimiz, direktor xonim Dilfuza xonim Dalabayevani taklif etaman. Greenleaf dunyosida yagona qirolichamiz, hozirgi kunda direktor Tur Yulduz xonim, ustozimiz Dilbar xonim Usmonovani taklif etaman. Yuti janoblari, olqishlab qo'yamiz. Ohangaronda Greenleaf do'konlari ochildi. Ilohim xayrli, barokatli bo'lsin. Hali shunaqangi katta do'kon bo'ladiki, katta ekomarketlar bo'lib, hamma mana shu joyda o'chirib turadigan, Xudo xolasa eng zo'r do'konlardan bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar. Assalomu alaykum, hurmatli лидеры. Очень рад действительно сегодня мы еще один новый магазин Greenleaf открыли. Это означает, что наши лидеры действительно хорошо работали. Здесь у меня уже стали только одна задача – обеспечить продукции и наш народ здесь зарабатывать через наши продукции Greenleaf. И желаю всех, кто участвует в нашем проекте Greenleaf, все будет зарабатывать больше. Rahmat hammaga. Allohim bizga shunaqa chiroyli imkoniyatni sababchi qilgan, menga sababchi qilgan inson Dilbar Usmonovaga kattadan katta o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yufi janoblariga, mening aziz liderlarim, Xudo xolisa hammamiz birgalikda Greenleafda eng yuqori cho'qqiliga birgalikda zabt etamiz. Butun dunyoni zabt etamiz. Greenleaf Xo'p, Dilfuza opa, keling bo'lmasam aniq konkret gaplarga o'tadigan bo'lsak. Demak, ayni damda sizni mana suhbatimizni tinglayotganlar Greenleafga kirmoqchi bo'lsa, nima qilish kerak? Ikkilanmasdan hamkor bo'ling, уже ishingiz boshlanadi. Qaror qiling, albatta. Qaror qilganingizdan keyin
nima maqsadda hamkor bo'ldingiz? Birinchi o'rinda mahsulot ishlatish uchunmi yoki bizlarga o'xshab chet ellarni ko'rib, ya'ni qora qozoningiz уже shunaqa qaynashini xohlaysizmi yoki yaxshi mashinalar mana ko'rdingiz, shuni orqasida albatta avtomobil promotionlarini yutdik. Tanasitiv sizga. Shuncha yil biznes bilan shug'ullangan bo'lsam, bitta mashina olgan emasman. Hozir Greenleaf o'zida to'g'risini aytsam 3-4 mashinani daromadini kompaniya mukofoti bizga. Shuning uchun hamkor bo'lgan insonlarga jiddiy qattiq qaroringizni nimaga qaratyapsiz? Daromadgami, kompaniya tarafdan tovar-оборотgami yoki mahsulot просто o'zingiz uchun olmoqchimisiz? Hech qaysidan yutqizmaysiz, lekin jiddiy qarasangiz jiddiy faoliyat. Ishoning 3 yildan keyin hayotingiz tubdan chiroyli tarafga o'zgaradi. Demak, Greenleafga siz qaysi tomondan qarasangiz, Greenleaf ham xuddi shunaqa sizga qaraydi. Masalan, boshqa bizneslarga masalan katta mablag' investitsiya qilinadi. Lekin Greenleafga vaqt investitsiya qilinadi-da. Ozgina vaqt, albatta. Lekin aytayapman, o'ynab kulib qilsangiz bo'ladi bu biznesni. Lekin bu menga emas, men qila olmayman. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, masalan, oliy toifali vrachmisiz yoki o'qituvchimisiz, siz bu yerda kim bo'lishingiz bizga muhim. Chunki bu yoqqa kelib kirganingizdan keyin hayotingizni yaxshi tarafga o'zgarishini ko'rsangiz, ayniqsa suhbat bilan bo'ladigan ishda bu. Yaxshi imkoniyatlar, mana mahsulot zo'r-ku, mana ishlatyapsiz o'zingiz. Shu narsalarni odamlarga taklif qilsangiz bo'ldi. Har bir xonadonni, har taraflama hayotini yaxshi tarafga o'zgartira olamiz. Mana shuncha gapiryapsiz. Endi o'zingiz qaysi mahsulotlarni jon dilingizdan sevasiz? Keling, bizni suhbatimizni ko'rayotganlarga ham biz bir mehr uyg'otish maqsadida emas, haqiqatdan ham nimaga sevishimizni aytaylik. Quruq gap bo'lmasin. 4 yildan shu mahsulot ishlataman-ku. O'sha mahsulot sevganim uchun shunaqa kayfiyatim har doim juda ham a'lo darajada bo'ladi. Hozirgi kunda mana kofelar kelyapti-yu, agar iste'mol qilgan bo'lsangiz, kofesiga gap yo'q. O'zi ertalab bitta chashkani ichib olsangiz, kechgacha ndurisel bo'lib yurasiz. Yashang. Mana nima uchun Greenleaf zo'rligini bilasizmi? Tabiiy narsa ishlatasiz. Bu sizga 100% toza ekologik mahsulot. Mana shu vannaga kiraman. Greenleaf narsalari. Men hozir o'g'illarimni ko'chirdim. Uy-joy qilib ketdi ikkita o'g'lim. Uni oilasiga boring, menikidan ko'p. Ko'ryapsizmi? Biza sevsak, birovga sevdira olamiz. Albatta. Kollagen mana yangi batlarimiz ko'paydi-ku. Avvalambor biza birinchi iste'mol qilamiz. Birovga aytishdan oldin o'zingda ko'r. Albatta. Hammasini ochib tashlagan, men hammasini ichaman. Hozir kollagen ichmamizda yangiliklar zo'r. O'zi xabar menimcha yosh ko'raman, o'zim maqtab qo'yaman, lekin mana hamma sirlarimizni ochamiz. 54 yoshga qarab ketyapmiz. Kollagen haqiqatda ichki organni yoshartirishi men eshitmagandim. Faqat snarужи yuzdan deydi yo'q. Yangiliklar ko'p meni o'zimda. Greenleafdagi eng zo'r sir ichdan yosharish bor. Bu ham bo'lsa kollagen. Erta-tongda qabul qilish. Keyin kriloillar bor, omegalar bor. Mana Nerlichka, Germaniyani bilasiz, batlari eng zo'r hisoblangan. Hamma mahsulotini даже kelinlar ham ichishadi, nevaralarga ham ichtiramiz. Choylari bor. Qarang, kundalik ishlatadigan narsamiz Greenleafda. Siz ko'chadan ham olasiz o'shani. Lekin do'koningizni almashtirsangiz bo'ldi. Toza mahsulot kiradi. Choylari bor, Nerlich mana qora jasmin choylari. Faqat mana sumkamda yuradi, shularni iste'mol qilaman. Xullas, maza qilib yashayman desangiz, yaxshi ko'rgan ishingizni va juda ham sifati zo'r mahsulotlarni iste'mol qilib ishlating uyingizga. Greenleaf har taraflama sizga beryapti, sog'liq, imkoniyat, sayohat. Gapirsam juda ham ko'p. Foydalaninglar. Ikkilanib o'tirmanglar. Birovning gapiga quloq solmanglar. Chunki hamma narsa o'zingizdan boshlanadi va o'zingizga bog'liq. Siz qanday hayotda, qanday go'zallikni xohlasangiz, shunday bo'ladi. Siz xohlashingiz kerak. Atrofingiz hech qachon sizni yo go'zal, yo baxtli, yo boy qilib qo'ymaydi. Siz shuni xohlang, Alloh sizga beradi. Mana sizga imkoniyat. Greenleaf haqiqatda zo'r. Rahmat sizga ham. Yashang. Xo'sh, Dilfuza opa, suhbatimiz juda ham bir samimiy bo'ldi. Men shunaqangi beg'ubor ayollar bilan gaplashishni yaxshi ko'raman. Chunki ayolni aurasiga, fitratida juda ko'p narsa bog'liq bo'ladi-da. Mana shunaqangi chiroyli oilangizni bugungi kunda malikasi bo'lganligingiz bilan tabriklayman. Qaysiki biznesga qo'l urmang, o'sha biznesni qirolichasi bo'layotganingiz bilan sizni tabriklayman. Ilohim
bizni ham yurtimizda mana shunaqangi sizga o'xshagan chiroyli aurasini o'ziga yaratadigan ayollarimiz ko'paysin. Va eng muhimi, men baxtliman deb baxtni chaqiradigan ayollarimiz ko'payishsin. Va eng asosiysi, men oilamni, albatta turmush o'rtog'imni har bitta qadamidan xato izlayman emas, shu menga yaratganning in'omi. Kel, endi mana shu yerda o'zimni baxtimni yaratay degan ayollar ilohim ko'payishsin deymiz. Chunki bu zaminimiz haqiqatdan ham baxtlilar va albatta saodatlilar manzili. So'ng so'z sizga marhamat. Avvalambor shu Greenleaf korporatsiyasi taklif qilgan Dilbar Usmonova, ya'ni meni yaqin dugonamga rahmat demoqchiman va oilamga. Chunki aytadi-yu, shunchalik kuchli ayol bo'lib ketdik, shu kuchli erkakning orqasida shunaqa kuchli bo'ldik. Meni oilamga rahmat, shunchalik menga qo'yib berishganiga. Hozirgi kunda hammalarga men bitta so'zim bor. Maza qilib yaxshi yashash uchun men baxtliman deb ko'p so'zni ishlating, bu so'zni ko'p ishlating va baxtli bo'lar ekansiz. Greenleaf yanada sizga baxt olib kelar ekan. Chunki juda ham zo'r korporatsiya bilan shartnoma tuzganmiz. Rahmat deyman, hamkorlarimga rahmat deyman, prezidentimizga. Ayol bo'lib turib shunaqa tadbirkorlikni boshlavardik. Bu qachonlardir meni orzuyim bo'lgan. Orzuyimni amalga oshirdi. Allohimga rahmat. Jannatda bir ko'shk bo'lar ekan. Bu ko'shkka hali hech kim erishmagan ekan. Bu qanday ko'shkligini bilasizmi? Bu ko'shk aynan do'sti uchun, uni har qanday kunlari uchun turib berish saodati ekan. Men mana shu ikkita dugonda mana shu chiroyli ko'shklarni ilohim zabt etishinglarni chin dilimdan istagan bo'lar edim. Korporatsiyada shunday bir ta'limot bor ekan. Agarda siz biznes rejangizni 1 yilga mo'ljallagan bo'lsangiz, unda albatta guruch eking, sholi eking. Agarda 10 yilga cho'zmoqchi bo'lsangiz, unda daraxt eking. 10 yilda uni mevasini olasiz. Agarda siz abadiyatga rejangizni tuzmoqchi bo'lsangiz, siz shogird tayyorlang degan ekan. Ha, adashmadingiz. Bu manzil makon Greenleaf shogirdlarni tayyorlash markazi. Demak, abadiyat manzili sari ko'zlangan olis bir manzil. Mana shu yo'lda sizlarning barchangizga oydin orzular sari, oydin orzular olami sari olg'a deb qo'yamiz. Demak, hamisha omadingizni bersin. Sog' bo'ling.